Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vassalomgacha boradigan ustozlarning aniqligi shu darajada kerak. Mana shu astag'firullohni aytish, zikrga ustoz kerak ekan. Undan ahamiyatliroq ishlarga yana ham ustoz ahamiyatliroq bo'ladi. Mana shunday doim bo'lib kelgan. Lekin hozirgi kunning musibati aynan shu narsani tark qilishdir. Ustozlarga e'tibor bermasdan har kim o'zi bilganicha vaysashi musulmon millatini boshiga ko'plab kulfatlarni tushiryapti. Har kim o'zicha nimani xohlasa shuni aytadi, odamlarning boshini aylantiradi, turli bo'lmag'ir narsalarga chorlaydi, oqibatda o'ziga ham, o'zgalarga ham, musulmon millatining boshiga ham ko'plab ofatlar, balolar kelib yetishiga sabab bo'lishadi. Hozirgi kundagi noqulayliklarning hammasi shundan chiqyapti. Urush janjallar, musulmonlarning qoni ayibsiz ravishda behuda to'kilishi, mol mulklari vayron bo'lib xarobga aylanishlari, davlatlar butun boshli davlatlar xarobaga aylanishi kabi holatlar aynan shunaqa ishlardan kelib chiqyapti.